Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Oftobmo'ka mahallasi 2102 sonli konturda amalga oshirilgan. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 500 metr, eni 200 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Ekinlar yetishtirish muddati 90 kun. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan boyitib boriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha yarim gektardan to'g'ri keladi. Loyihani samarali oshirish uchun Janub Agrogold MCJ lider tadbirkor sifatida biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35-40 tonnadan jami 350-400 tonna hosil olish rejalashtirilmoqda. Ekinlar yig'ib olingandan keyin ikkinchi ekinga yuqori daromadli ekin ekish orqali yer egalarining daromadini oshirib borilish ko'zda tutilgan.